Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Mana bugungi obyektimiz 10 kilovatli 590 wattdan iborat 18 ta panel o'rnatyapmiz. Solax invertori bilan hozir sizlarga batafsil ko'rsatib beramiz. Mana bu profillarimiz 8 ga 8 eng qalinlaridan ishlatamiz. Mana bu ish jarayonlari mana shu yerda hozir 18 ta panelni o'rnatib beramiz. Hurmatli mijozlar, mana navbat panellarimiz keldi. Panellarni qo'yishni boshladik. Bizni kuzatishda davom eting. Mana kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, mana bu yerni sig'maganligi hisobiga u to'rttasini u yoqqa ko'chirib qo'ydik. Bemalol 100% ishlaydi. Mana hurmatli mijozlar, bugungi kunda 10 kilovatligimiz to'liq ishga tushdi. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga telefon qilasizlar. Odil Energy 3.5. Mana hurmatli mijozlar, bugun soat 6da 10 kilovatimiz tayyor. Marhamat, kelinglar, ko'rsataman. Bugungi kunda hozirgi vaqtda 400 watt ishlab chiqaryapti. Mana bugungi kunda 1 kilovat